Assalomu alaykum, hurmatli meni aziz kuzatuvchilarim. Sizlar ham qoshlaringiz menikidan ko'karganmi? Ya'ni ko'kargan qoshlar bo'lsa, sizlarga dim yaxshi bir tavsiya, bir narsani tavsiya qilib edim. Aptekada maxsus kalsiy xlorid ampulasi bor. Shuni olasizlar. Har kun bir mahal kechki payt yotmaslaringizdan oldin qoshlaringizni pochiska olib, pochiska bilan ampulani ochib, bemalol pochiska bilan qoshlaringizni, ya'ni ko'kargan qoshlarni shu holatda artamiz. Ya'ni shu holatda artamiz. Bu narsani ishlatib beradi, bir qat terimizni tushiradi, ya'ni o'lik terimizni tushiradi. Shuni hisobidan qoshlarimiz ocharadi, ya'ni ko'kargan qoshlarimiz bir oy davomida ocharib boshlaydi. Bemalol bu muolajamizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bir oy davomida har kuni bir marta faqat kechki payt. Shuningdek, qoshlari ko'kargan, lazerniy udaleniya gelib bilmaydigan, qo'rquvchi, ya'ni qo'rqaman deydigan patsientlar uchun maxsus tavsiyamiz. Ya'ni shuningdek ko'kargan qoshlar bo'lsa, shuningdek donishlaringiz bo'lsa, chiqanlaringiz bo'lsa, bemalol shu videoni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.